Yurttaşlar sizlar uchun kommentariy shouning zo'rini qo'yib beraman. Aktivni yoqib beramiz. Qaranglar, sizlar uchun 3 ta plissos, 3 ta so'quvchi markani mutlaq tekina kommentariy shou qo'yib beraman. Shartlari juda ongzod. Shu videomizga like bosasiz, ko'proq kommentariy yozib, videoni yoqinglar. 10 dan yoqingizni berib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videoda shu 3 ta so'quvchi marka, 3 ta plissosni egasi bo'lishingiz mumkin. Hammangizga omad. Mana podarklarga qaranglar. Yurttaşlar endilikda bizdan gap turib, bir dana kanalizani xarid etasizlar. Shu ko'rib turgan hamma sovg'ani mutlaq tekina beramiz. Dastavki, ustonovki, barabandan sovg'asi, jentraga bileti hammasi bir dana xolodilnik, bir dana gaz plita, xohlasangiz bir dana televizor yoki ishudagi podarkilar, bir dana kirmashi xarid qilsangiz, suv tekin bo'lib ketgan videoni oxirigacha ko'rsangiz, kirmashilar narxini bilib olasiz. Spark qo'ydik, utib oldilar, tekina. Damas qo'ydik, utib oldilar. Endi xudo xolasa 4 dana jentra qo'yildi. Bu neda liderda qaranglar. 4 dana jentra xudo xolasa qachon men kech qoldim. 10 gündən keyin oynanadi bu. Shuning nima qilish kerak? Lider egalardan liderdagi bitovoy texnikalardan libo uyingizga kerak narsalarni pul to'lab xarid qilasizlar, keyin chek beradilar sizlarga. Mana adlaringiz yoziladi, ismlaringiz yoziladi, telefon nomeringiz yoziladi. Kelasizlar, qaranglar, utib olish yo'li lider do'konida. Shuni o'sha tashiysizlar bo'ldi. Hozir sizlarga men batafsil tushuntirib beraman. Xudo xolasa keyinlar. Assalomu alaykum. Xudo xolasa. Yaxshimisiz? Saqladingizmi? Jentrada deysizlar katta bo'lgan mashinadan bir emas 4 dana xudo xolasa. Ana tekini yutish imkoniyati bor. Bizlarga vaqtcha to'g'ri tushuntirib beradi sizlar. 10 kundan keyin aniq o'ynaladi, bir odam utadilar. Assalomu alaykum yurtdoshlar, salomatmisizlar? Alayimizni podpischiklari, bizani lider magazinimizning mijozlari. O'tgan safar va'da berdim, bilasizlar. Shu barabanda mashina utilmasa, men shat bo'lsam klientlarimizdan mashina beramiz deb qo'l tashashdik, to'g'rimi? Albatta. Xudo xolasa bilasizlar, biz har yili zo'r yangiliklar aytamiz. Bu yilgi yangiliklarimizdan eng kattasidan birisi sizlar uchun 4 dana jentra qo'ydik, xudo xolasa. Lider magazinimizni tanlab shuncha kilometr bosib, Xorazmdan, Qoraqalpoqdan, viloyatlardan kelib, bizada narsa olaman deb, bitoy texnika, mesh texnika olaman deb kelgan mijozlarimiz uchun endi 4 dana jentrani qo'ydik. Bu jentra oylab kutib o'tirmaysizlar, 3 oyda o'ynalammi, 6 oyda o'ynalammi? Yo'q. 10 kundan keyin o'ynaladi. O'sha birinchi jentramiz, xudo xolasa, har oyning birinchi chistasida bir jentramizni o'z egasiga topshiramiz. Bu oyimizdan xudo xolasa yana 10 kun qoldi tom bo'lmakina. Birinchi iyun kuni, ya'ni bolalar kuni xudo xolasa birinchi jentra aynan sizni uyingizda bo'lishi mumkin. Lider magazinimizga kelib, arzimagan bir mesh texnika bir 500 ming so'mlik savdo etsangiz ham, kelasizdan shu biletni xudo xolasa shuni ichine tashlasangiz, xudo xolasa 10 kundan keyin shu jentrani xudo xolasa elamiz bilan olib borib topshiramiz yurtdoshlar. Doğrusu bu yangilik o'z yo'lina, bu faqatgina lider magazinimizni tanlaganlar uchun bo'ladi. Endi sizlar lider magazinimizga kelish uchun men takliflarni endi beraman. Ozgina xolodilnik sezoniga, o'zi konditsioner sezon, gullarimiz ozgina qizg'ana, hamma konditsioner, xolodilnik olishni boshladi. Xolodilnik, konditsioner, kir mashin, televizor olaman deb yurgan bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun bo'ladi. Videoni oxiridan ko'ring. Zerikib qolmaysiz. Orqaga o'tirib oxiridan ko'radigan bo'lsanglar, manfaatli zo'r video bo'ladi. Nodida videomizni qo'ldangancha qisqa va lo'nda qilamiz og'a. Xalqimizdan bir vaqtini, ammo qimmatli vaqtini qisqa va lo'nda etamiz. Narxlarni zo'r aytib beraman, xudo xolasa zo'r chegirma narxlarda, eng yonida takliflarni zo'ri bo'ladi. Bugun sizlar uchun zavodlarga borib, zo'r arzon narxlarda, juda arzon narxlarda narsalarni olib keldik. Xudo xolasa zo'r original mahsulotlarni, xudo xolasa yanında bonus aksiyalari bilan, podarkalari bilan bir dana xolodilnik olasiz, yanında to'lib toshib xolodilnik podarkalari bilan ketasiz. Bir dana konditsioner olsalar ham eng zo'r, eng yaxshi sifatini olasalar, ham yanında podarkalari bilan. Bizlar xalqimizga podarka qiladi. O podarkadan tashqari aytganimdek, xudo xolasa 10 kundan keyin o'ynaladigan jentra biletlar ham beriladi. Barabondan ham sovg'asi bo'ladi. Xullas yoqadi. Sizlarning xursandchiligingiz uchun biz xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Hozir og'amiz bilan bir chetdan boshlaymiz. Shu narsani aytib o'ting. Agar taklifing yoqib turibdi, lekin hozircha meni mablag'im yo'q deganlarim, taklifimiz bor. Bir dana pasport evazini 18 yoshdan oshgan bo'lsa bo'ldi, bir dana pasport evazini 3 oylik, 6 oylik, 12 oylikka bo'lib to'lay olsanglar ham bo'ladi. Bo'lib to'lay olsanglar ham yanında shu aksiyalari, shu podarkalari shu narxlarda bo'ladi, xudo xolasa. Amal qiladi emas. Amal qiladi, jentra biletlarimiz ham bo'ladi. Bir pasport evazini olsanglar ham bo'ladi. Alasa boshimiz og'a. Bir chetdan imkoniyatlari beramiz. Xolodilnikdan boshlaylik og'a. Xolodilnik hozir hammaga qiziq. Yurtdoshlar bilasizlar, hammaning uyida misol uchun xolodilnik eskirgan bo'lsa, yo bo'lmasa xolodilnik buzilib qolgan bo'lsa, yo bo'lmasa yangi oila bo'lsa, hamma toza xolodilnik olasi keladi. Endi meni kichkina xolodilniklarni olishda xalqimiz to'xtatgani uchun shu kichkinagina xolodilniklarimizni narxida katta xolodilniklarni berib turibmiz. Yetmaganini o'zidan ham qimmat yanında podarkalari bilan zo'r taklifda bo'lib turibdi. Qaranglar.
O'tgan yili inosh xonadonlarimizning narxlari 7,5 million so'm, 7 million 800 kerak bo'lsa 8 million ham sotilgan. Bu 2 metrdan ham baland, Nofrost воздушный üflab sotilgan xonadonlarimizdan birisi. Past morozinlik, yuqori xonadonlik bo'ladi. Endilikda ana shu 7,5 milliondan sotilgan xonadonlarimiz yurtdasa 6 million so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. Narx 1,5 million so'm chegirmada 6 million so'mdan xarid etib turib, bir dana xonadonlik oladilar. Yanında kullerinin sezonu geldi. Kullerinin zo'rindan bir dana kulleri, bir dana duxovka pechka Turetskidan, bir dana Samsung'dan plisosi, Nirjeviki'den zo'rindan bir dana mant qozoni, bir dana blender, bir dana chaniki, so'kushi malkasi, chopper. Hammasi bir dana xonadonlikka podarkaga. Voy qoyilib. Bir dana xonadonlikka oldilar, eng glavnisi bu yerdan narxni ko'rib, aylanib, kenggasanglar ham bo'ladi. Adresimiz yana 4 yil bin bozorning ichida. Nomerlarimiz ham bemalol telefon kelsanglar bo'ladi. Hammani ko'rib solishtirib kelinglar. 6 million so'm katta xonadonlik, yonida shunchalik podarkalar bilan. Keyingi xonadonligimiz Atlant kompaniyasyniki. Belarusda ishlab chiqarilgan, ularning pastlari morozinlik, yuqori xonadonlik bularimiz ham sifatlari vobshe zo'r. Bularimiz ham narxlariga vaqtida bular ham 7,5 million so'm bo'lgan. Hozirgi kunda 6,5 million emas. 6 million emas, 5 million 900 ming so'm 7,5 dan sotilgan xonadonlarimiz endilikda 5 million 900 ming so'm xarid etib turib, yanında şu aytilgan duxovka pechkasi, plisosi, mant qozoni, kulleri, so'kushi marka, blender, chopper, chaniki, undan tashqari barabanni aylantirib, barabandan sovg'asi, undan ham tashqari yetib botgan vaqtingizda 10 kundan keyin o'ynaladigan Gentraga biletini ham bir yaxshi niyatda tashab ketsangiz, xudo xolasa Gentraning egasi bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Yozib turibdilar. Yana o'sha bilet yozib turibdilar. Og'amlar hozir kiribdilar, yana o'sha sirazi kelishib, xudo xolasa aylatdilar. Og'a, bir minut, bir savol berajekman, og'a, mumkin bo'lsa. Nereden geldingiz? Sarıbi'den geldiniz. YouTube'da görüntüleriniz doğru mu? Reklamat. Aytılganı buldu mu? Pastelni göremiz bo'ladi. Narx navozingni borsak bo'ladimi, ishonsak bo'ladimi deydilar misol uchun. Ajoyib bo'ladi. Og'aydan yaxshi niyatda bilet yozib turibsiz. Xudo xolasa 10 kundan keyin o'ynaladi. Hamma yaxshi niyat bilan bilet tashlab turib og'a nasib etsin deymiz. Xudo xolasa shu Sarbiya mashina olib o'tirish nasib etsin. Niyat etgan og'a rahmat. Niyat etgan har bir yurtdoshimizga xudo xolasa shu mashina nasib etsin deymiz. Har oyning birinchi hissasida xudo xolasa bir Gentraning egasi bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari aytganda bonus podarkalari bilan. Teklif zo'r ekan. Endi qarang, birdan ikki dana xonadonlik bilan cheklanib qolmay, assortimentni ko'rsatik. Assortiment ko'rsatik. Seventage kompaniyamiz bularning bo'ylari katta, Nofrost qilisi. Narxlari 8,5 million so'mga sotilgan vaqtida. 6 million 800 ming so'm hozirgi kunda narxi 6 million 800 ming so'm yanında shunchalik. Shuni aytib o'tacaganim, agar bir dana xonadonlik oldingiz, bu podarkalar men uyimda bor. Men uyimga kirmoqchi olajekman. İkinci narsa men kirmoqchi niyat etib turibman. Ya bo'lmasa kattasidan bir dana televizor niyat etib turibman deganlar, xudo xolasa, xohlasanglar bu podarkalar ondan 50 dyumlik kattasidan 120 lik televizor qo'shib beriladi. Xohlasanglar avtomat kirmoqchi, xohlasanglar gaz plita vichkasi bilan og'a. Agar boshqa narsa o'zim olajekman desalar 4 million so'm pul. Bunun 4 million. Ava, misol uchun 5 million 900 ming so'm xarid etib turibdilar. Yanında yana 4 millionlik narsa olib beradilar. 6 milliondan konditsioner xonadonlik olib turibdilar. Yanında yana 4 millionlik xolasalar konditsioner, xolasalar televizor, xolasalar kirmoqchi, xolasalar bu podarkalari bilan. 2 million tushadi. 2 million so'm tushadi. Voy, Kerman. Endi qarang, keyingi xonadonligimiz Goodwill kompaniyaniki Mirovoy brend. Narxlari 9 million so'm, 8 million 800 sotilgan, buni bilgan biladi. Narxlari hozirgi kunda narxi 6 million 800 ming so'm ekan, yanında 4 million so'mlik voucher bilan. Undan tashqari dastavki ustonovkali baraban sovg'alari hammasi ichida bo'ladi. Undan arzonroq modellarimiz yana Artel kompaniyamizki narxlari 7 million 200, 7 million so'm sotiladi dedi. 6 million so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. 6 million so'm ham shu takliflari bilan katta gigant xonadonlik so'raganlar uchun 10,5 milliondan sotilgan xonadonliklarimiz endilikda 8,5 million so'mdan sanglar bo'ladi. 2 million so'm skidga bo'lgan og'a. Sezon bo'lishiga qaramasdan narx navanamizni vobshe zo'r qilganmiz. Pozis kompaniyamizki narxlari 6,5 million, 6 million 800 sotiladi dedi. 5 million so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. 5 million so'mdan xarid etsanglar ham bu yerda yanında hamma podarkalar bilan. Bu yerda narx nava faqatgina sifat uchun o'ynaydi. Sifat uchun, misol uchun bir sifat yaxshiroq bo'lsa, qimmatroq yuradi, narx arzonroq bo'lmagan bahosına loyiq bo'ladi. Hamma narsa. Shuning uchun bu yerda narxi o'zini sifatini loyiq bo'ladi. Assortimentingdan muammo yo'q. Xudo xolasa kelaverasizlar. Katta xonadonlik deysizlarmi, 4 eshikli xonadonlik deysizlarmi, menda aldan kolonni shishali bir bagati ko'rinadan deysizlarmi, assortimentdan muammo yo'q. Xohlasanglar menda turlari bor xonadonliklarimizni. Xohlasanglar LG deysizlarmi, menda 4 eshikli deysizlarmi. Xullas, hamma turdan xonadonlikdan muammo yo'q. Menimcha taklifim yoqdi deb o'ylayman. Bemalol gap turib foydalansanglar bo'ladi. Keyin bizda onlayn savdomiz ham bor. Agar bizani chet yurtda ko'rib turgan bo'lsanglar, WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlab turibdi. Bemalol bizdan onlayn savdo qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu 5 million so'mdan yuqori bo'lgan xonadonliklarimiz edi bu taklifimiz.
Endi narxi arzonroq, budjetliroq, men misol uchun toza xo'jalikman, pulim kamroq, kichikroq xonadalik bormi deganlara, kichkina xonaliklarimiz ham bor. Bu yerga kelinglar. Hozir bu yerda yana bo'yi 1,5 metrlik xonaliklarimiz bor. Vaqtında 3,5 milyon so'm, 3 milyon 800 ming so'm sotilgan xonaliklarimizni endilikda narxini yurtdoshlar qaranglar. 2,5 milyon emas, 2 milyon 800 emas. 1 milyon 900 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. 1 milyon 900 ming so'm bu 1,5 metrlik 2 kamerali xonalikimiz. Artel kompaniyamizga 3 milyon 300 3 milyon 200 sotib o'tiribdilar. Narxini bizdan gap 2 milyon 600 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. Brüssel kompaniyamiz Chisti Rossiyanikini narxini 3 milyon 400 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Brüsselimizning boshqa tur modellari bor. Narxini 3 milyon 300 3 milyon 400 ga tushirgan edim. Endilikda kelib 2 milyon 900 ming so'mdan xarid etib turib yetmaganini Qur'on hayiti munosabati bilan bizdan yana hayitligi yanında bir dana pilisos xohlasanglar, bir dana duxovka xohlasanglar, bir dana o'zingiz xohlagan katta sovg'ani olib kelsanglar bo'ladi. Yanında sovg'alar bilan undan tashqari Gentraga bileti, baraban sovg'asi, dastavki ustunovkalar hammasi ichida bo'ladi yurtdoshlar. Endi menimcha xonadonliklarda menimcha ma'lumot ozroq tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi ham konditsionerni hozir men asovini tushuntiraman. Yurtdoshlar videomaterni eshitamiz. Chunki xalqimiz konditsioner olajak vaqtida juda ko'p aldanib qolishi bo'lmasa, ya bo'lmasa sifatsiz narsa olib qo'yish ehtimoli juda yuqori. O'zlari bilmagan holda. Sabab, ağa qarang, misol uchun men hozir boshqa bir mebel do'koniga kirsam, qaysi mebel yaxshi ekanligini bilmayman. Misol uchun bu chinorni daraki deydi, bu yog'ochni daraki deydi, men do'konchi no desa ishonaman. Endi bizning xalqimiz ham misol uchun bu narsani yilda qo'ymagandan keyin keladi. Dükkan çıkıyor bazı, nersani turi ko'p, dükkanchi no deb söylese xalqimiz shu narsaga ishonadi. Endi qarang ağa, hozir misol uchun dükkanchi to'g'ri ma'lumot berib sotadigan dükkanchi kamda. Shuning uchun yurtdoshlar sizlardan iltimos etib qaragan bo'ladim. Libo bir dükkanni olsam, o'zini 3 yillik garantiyasi, serious garantiyasi bosiladi-ku. Bu 3 yil garantiyasi agar konditsioneringiz buzilib qolsa-gina Zetperlardan garantiya 3 yil garantiya. Undan tashqari 3 yil garantiyadan tashqari sinov muddati yozdiribanglar. Bizning magazinimizda shunday 3 yil garantiyadan tashqari yana sinov muddati yozib beriladi. Uni degani. Misol uchun ba'zi konditsionerlar shunday holat bo'lib turibdi. Normal pagodada, misol uchun normal pagoda issiqlarda, normal sovuqlarda ishi beradi. Lekin ertang qishni qattiq sovuqunda, yomonsa yozni chilli issiqlagan vaqtida inomini motori kuch yetmay qoladi. Shu vaqtida oddiy sovuq bermaydi, zo'r sovuq bermaydidan yilimji havo berib yotaveradi. Shu vaqtida ertang sifatsiz narsa olib qo'ysangiz, ertang qissiq qilib qolasiz. Qaytarib berolmaydi. Endi bizda shunday yechim bor. Misol uchun bizdan gap turib, konditsioner olsalar 3 yil garantiyasidan tashqari yozni chilli issiqda ishlab bera olmasa, qishni qattiq sovuqda ishlab bera olmasa, biza almashab beramiz deb yozib, qo'yib firmamiz pechatdan bosib beramiz. Bu 3 yil garantiyasidan tashqari. Bu sinov muddati. Undan tashqari yurtdoshlar bilasizlar, dastavki ustunovkalar hamida besplatniy. Dastavki ustunovkalar besplatniy, ya'ni sinov muddatlari eng qiziqi hayitliga sizlarga 1 emas, 2 emas, 3 emas, ya podarkini ko'rsating ağa. Bir dana konditsioner olasizlar, bir dana konditsioner. Hayit bayramimizda xudo xolasa do'lib tashib ketasizlar. Yangi oilamisiz, yangi oilangizga hamma narsa kerak narsalarni eng zo'rlarini taxlab qo'yganman. Bir dana Samsungga pilisos bankalisida, bir dana tokmisrovka, bir dana blender, bir dana kattasini lag'ma tapasi, bir dana grafini, bir dana termopod, bir dana so'kishmalka, bir dana chopperi, bir dana chaniki, bir dana tefali. Bir dana konditsioner olsangiz, yana shu ko'rib turgan hamma sovg'ani bizning do'konimizda xudo xolasa hayit bayramida sizlarga hayitlik deb olsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, shuncha podarak qo'shib berib turibsan. Buni narxini aytma, boshqa bir konditsionerning narxi qiziq degan yurtdoshlarimizda. Ya aytganimdek, eng zo'r yerlardan misol uchun ko'rib kelavering narxini, Libo yerdan arzon, eng sifatli narsalarni olib bilasiz. Hozir ham narxlarni aytaman, 12 konditsionerimizning narxlari. Artel kompaniyamizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil modeli bor. Narxlari 3 milyon 800 ming so'mdan 6 milyon 200 ming so'm edi. 4 milyon 200 ming so'mligi bor, 4 milyonligi bor, 4,5 milyonligi bor. Avvalonimizda 6,5 milyonlik modeli bor, 5 milyon 800 ming so'mlik modeli bor. Samsunglarimiz 4 milyon 200 ming so'm, Shivakilarimiz 4 milyon 700 ming so'm, Rosto kompaniyamizga 3 milyon 900 ming so'm, Roysonimiz 3 milyon 800 ming so'm, Grey kompaniyamizga bor 4 milyon 200 ming so'm, Rio'lar bor 4 milyon so'm, Premier'lar bor 4 milyon 300 ming so'mdan. Qaysini bahasini ayting? Hammasini yana baholarni aytdim. Libo yerni ko'rib keling. Shu aytilgan narxlarning yanında dastavki ustunovkasi mutlaq tekin. Undan tashqari yana sinov muddatlaridan bosib beriladi. Undan tashqari barabandan sovg'asi, 10 kundan keyin o'ynaladigan Gentraga biletingiz, plusana shu ko'rib turgan hamma sovg'ani mutlaq tekina shuningdek bizning lider magazinimiz tanlash uchun qo'shib beriladi. Undan ham tashqari agar aytganimdek bu sovg'alarning boyka
Məni onlara başqa nəsə bər didan bolsanlar, mən sizlərə 3,5 milyon so'mluq təklif verəmən. 3,5 milyon so'mluq. Yəni 4 milyon 700 min so'm alasınızmı, 3 milyon 900 alasınızmı, 5 milyon alasınızmı, 6,5 milyon alasınızmı farkı yox. Yanında yenə 3,5 milyon so'ma uyingizə xalasanız bu nərsəni taşab durub gaz plita alın. Xalasanız kirmaşı alın, xalasanız kəttəsində yanına qoşub televizor alın. Farkı yox. Gəlsəngdə xuda qalasa xursənd etib verəmiz. Mən həməsi sizə üçün aksiyanı həməsini sizə xalqınız üçün ət tutman. O dedi, "Vaqapcan səni görüb gəldim, izləb gəldim" deyirlər, köp pop tutdu. Şunun üçün xuda qalasa sizə üçün qoldan gələcək xidmətlərimiz. İndi 18'lik konserlərimiz narxları 5 milyon 200 min so'mdan ta 9,5 milyon so'ma deyin başlanadı. 5 milyon 200 min so'm, 5 milyon 800 min so'm, 6 milyon so'm, 6,5 milyon so'm hər xil turu var. 24'liklərimizin narxları 8,5-9 milyon so'mdan 13-14 milyon so'ma deyə hər xil türləri var. Bizlərə gəl durub xalanızın razmerini, kvadratını, uyingizdə top neçiklikini, qışda qızdırış gerekmi, yoxluğunu açsanız xuda qalasa özlərimiz çıraylı məlumat verib, çıraylı təkliflər bilən bərəmiz yurtdaşsa. Şunda indi qara Vaqapcan gepini böldüm. Hazır 4 milyonluq kondisioner alsa. Avan. Sen 3,5 milyon so'm yəni təklif versən. Şimdi bu 500 min so'm düşər. Şimdi boladı ağa. Az yine 4 milyon 700 min so'm ku. 4 milyon 700 min so'm ağa. Gəlişələr də bəbi katib bərlədi. Ondan təşkərəli baraban soğası bağa. Ondan təşkər yine lider magazimiz namından Vaqapcan səni görüb gəldim desələr yine bir padarki verəmən ağa. Ondan keyin Gentran var. Ondan keyin Gentrandan bərəmiz xuda qalasa. Ha şunda 4 milyon 700'lik alsa sen 3,5 versen yaxında işin komedi qalxma. Üçün ağa bir nəsə qarang. Bu nəsə az hesab kitabı çıxarmısınız sizə geçkan hesab kitaba doğru gəlməyir. İna bu nəsələrin həməsini xalqımız üçün bonus aldırıb qoyman ağa. Bonusa, həmməsi xalqımız üçün bonus. Bu təklifi üçün verəlməyir. Ava, şunun üçün gəlib durub faydalanıb qalış gərək. Boldu. Bizə qoldan gəlsə sən üçün xidmətlərimiz. Xaladelikni açdıq, kondisionerini açdıq, ağa indi kirmaşını açsaq. Kirmaşından təklif verəmiz. Ava, kirmaşının təklifi zor, xuda qalasa. Bir an tərəfdə kirmaşının ağa asortimentdə muamma yox. Bir də görə verin yine. Aynen, her türlüsünden var. Her türlüsünden. Magna disəlami, Ario kampanyanı ki, Beson'un ki, Vestel kampanyanı ki, LG'nin 9 kiloluk, LG 6,5 kiloluk, Lumax kampanyanı, Sevintiş disəlami, LG'nin 6 kiloluk yine, Artel, həmə türündən var, Media disəlami. Bir çetten azı narxla aytamız, halkımıza aytqanım deyib, birinci növbətdə narx qızıq, ikinci növbətdə təklif qızıq. Padarkisi qızıq, əlbəttə. Ava, indi azı bir çetten narx aytamız, indi bu padarkilərə qaranğa. Bir dənə kirmaşı aladılar, üyünə. Bir dənə xaladelik bizədən. Dinə sana gerek olsa. Bir dənə. Misal üçün ailəsiz, misal üçün xaladelik alsanız kirmaşını 74'tü, kirmaşı alsanız xaladelik ayda 74'tü. Bizə də şu nərsəki yeçim var. Bir dənə xaladelik kirmaşınızı öz narxında alasınız, xuda qalasa, yanında bir dənə xaladelikini biz platini şun ilə qoşub verəmiz. Xaladelikinin ən zorunda. Sifətli. Bu xaladelikimizdən 3 yıl garantiyası var. Acayip nərsə. Xalasanla televizor. Xalasanla gaz plitənin ən zoru, üstüləri çuğunlu zoruna qoşub bərlədi. Yəni, ne deyil, xaltura nərsəməz, bu nərsələrimizdən əddinin 3 yıldan garantiyası var. Əgər toyçuman, kızımı turmuşa çıxar yatırman, bana sepə nərsə gerək desənlər, sepli nərsəzən muamması yox. Bir dənə kim başı əpbərsəniz, Acayip ona Tureski'den bir tane ne diyor? Duhovki peçkesi, bir tane Samsung'dan bankerisinden plisosu, karıcı yine bu lağman tapası, acayip ondan par ütüküsü olur, su şilkesi, hemesi içinde bir tane kirmaşina. İndi narx kızık. İndi narxın çıksın ekende oturtmazlara karanlar. 8 kiloluk kirmaşinimiz. İndi görüp oturğanlar, şurada bir neseye gel. Karan, haladını ilk koşup veremem dedin, gaz bilte veremem dedin. O adamla derhal kızık ol, bunu pulunu koydu da böyle. Her selamat falan. İndi şu narxını açsan da. İndi karan. Halkım için şunu da boylagan bolsanız kolunuza kalkülatör alıp oturun. Hadi hesap kitabı açıp göremiz. 8 kiloluk Vesta kampanyamız ki narxları 4,5 milyon, 4 milyon 800 satıla dedi. 3 milyon 800 min somla kılıp verildi. 3 milyon 800 min soma 8 kiloluk kirmaşin. Arzı mı derhal komenterinde asıp getin. Şunu asabam koşup verirler. Hemen koşup verirler. 3 milyon 800 alsa 2 milyonluk kalın ne var? İndi karan. Media kampanyamız ki 7 kiloluk vaxtında 5 milyon 200 satkanımız ağa. 3 milyon 700 min som. 3 milyon 700 min som. Vestel kampanyamız 6 kilolukları. Narxları 3 milyon 300 min som. 3 milyon 300. Monix kampanyamız 7 kilolukları 3 milyon 100 min somla. 8 kiloluk TCL'lerimiz 3 milyon 900 min som. Samsung'larımız narxları 4 milyon 200'den başlanadı 6,5-7 milyon adı. Her xil türləri var. Bir de ki Lumax kampanya Artel bayına köpçülük biledi. Artel'imizde 6 kilolukları 3,5 milyonluku var. 4 milyon 900 min som 8,5 kiloluku. Halagan bir sen alasın 3 milyon 800 min soma 7 kiloluk inmeyer diselermi? 3 milyon 100'lik alasın, 3 milyon 300'lik mi, 3 milyon 700'lik mi? Fark yok. Liboy bir kirmaşını da yanında halasanla hanacenlik, halasanla gaz plita, halasanla televizor. Eğer halasanla görüp durgan hemme savganı 5 platni koşup berledi. Ondan taşkarı
10 gündən ki oynayacağın Centramıza He, Gentra. bilet ham taşıyacaqlar xudo qalasa. Ondan ham oladi tashqari ekan bu. barabandan aylantirib, barabandan ham sovg'asi bo'ladi. Keyin bu 3 million 100 ning alsam amal qilammi? Hammasi ana, Uch yuzimli hammasi. qoladi nega? Aga ya gapim, bir de 3 milyon 100, 3 milyon 300, 3 milyon 700, 4, 5, 6, 7 milyon so'mada kir mashinasi bor. Bir de hammasi o'zini narxina yarasa sifati bor. He. Bekardan arzon emas, bekardan qimmat emas. Hammasini po faktum ko'rsatib tushuntirib beriladi aga. Buncha so'm. Bu narsani hech qanday u narsaga amal qilmaydi narxini. Yaxshi, Bir- buni puli necha so'm o'zi? Buni puli o'zi 3,5 million so'm sotiladi aga. Shunda 3,5 million bo'lsa 3 million 100 Ina buni material ham inox material aga. Nirjaviki, inox ish qilib material. podarki bu. Aa, endi prosta aytacakman. Ina qarang, podarki deb turib sifatsiz narsa qo'yib qo'yaram yo'q-da. Evet, Yumaloq sabah sinab sifat, ko'rdik. ava. Bu narsamiz yana как положенный servis garantiyalari bor. O'zenda yana içinde hamma narsasini yana как положенный Yevropa standartlarına javob beradigan ishlangan. Undan tashqariga tok tomonlama juda ekonomishli, o'zini garantiyali 3 yillik talonlari bor. Hamma narsasi bor. Ava, bir de endi misol uchun podarki deb turib sifatsiz narsa qo'yilgani yo'q. O'zini yana kitobi, konkretniy Lumax kompaniyamiz kitobi. Bir de ko'tdiran garantiyali talon srok 3 yil. 3 yil konkretniy javob beriladigan narsaga. Bu narsamiz televizorimiz ham eng sifatlisi, gaz plitamiz ham eng sifatlisi, podarkilarimiz nima deydi? Lider magazinini tanlab kelganlar uchun berib turgan narsaga. O'zingiz ham olasiz gap ketding. Olasin deganda sen o'shim ne bo'lib ketdi. Endi qarang. Endi bu tarafda obunachilar. gaz plitalarimiz ham har xil assortiment bor. Nastonidan tutib to 6-7 gözlük gaz plitamiz deydi. Narxlari 900 ming so'mdan boshlanadi aga. 900 ming so'm. Endi Nastonilarim 900 ming so'mlik bor. Mindi gazlarimiz 1,5 million, 1 million 600, 1 million 800, 2 million, 2 million 300. Xalaqan bir turni asala, gaz plitaning doğrusu katta bonus alamayacağım dedim. Lekin endi xudo xolasa xalqimiz uchun olib turibmiz. Bir dana ajoyibundan kukmara qozoni. Qazonan bor. bor. Bir dana kukmara tapasi, bir dana chaniki ajoyibundan, bir dana qo'shirayindan Termizi Qur'onaytına xudo xolasa bizdan hayitlik podarki. 900 ming so'm alsam shu hammasini Hammasi içindaga. ana podarki. 1 milyon so'mlik alam, 2 milyonluk alam, 3 milyonluk ma fark yok. Eğer şu 4 tane podarki, ondan tashqari dastavki sonovki, uyimda agar gaz balonu desanglar gaz balona masraf chiroylatib olib borib beriladi. Uyingizni o'rnatib, men o'zim oluribman, vaqtcha deyman, men oluribman shudan qahvaching sen qiladi nega oldim. Katta televizor aldim, televizor aldim, qo'yaqa men ham oluribman. Endi qaranglar. Vichkalarimiz ham bor, vichkalarimiz ham narxlari 400 ming so'mdan boshlanib 2,5 million so'mga har xil vichkalar bor. So'llasangiz ishidan bor, qo'lingizda sensini ichidan xillari bor. Birdan vichka olsanglar ham обязательно Gentra bilet tashiysalar, обязательно barabandan sovg'asi bo'ladi. Endi ko'pchilik shunday analiz ma'lumot ham aytib o'tib ketik aga. Misol uchun, mahsulotni olsak, ishonchli, sifatlimi deydilar. Misol uchun, Hyundai solib berishini ham haqqi bor xalqimizning. Nima uchun? Hozir aytganimdek do'konchi ko'payib ketgan, to'g'ri ma'lumot berib sotadigan do'konchi kamayib ketgan. Sotgan narsasini to'g'ri javob beradigan do'konchi ham kam. Bizning magazinimizda misol uchun hozir libo bir mash texnik asolar, ya aytganimdek, ne tolka konditsioneri, hamma narsaga, televizor olasizmi, xolodilnik olasizmi, kir mashin olasizmi, hamma narsani ochilmay turganidan plombadan uyingizga dastavki so'novga beriladi. Undan tashqari o'zining kitoblarini 3 yil garantiyasi, servis garantiyasi bosib beriladi. Undan ham tashqari og'am mahsulotingiz yaxshimi, yomonmi, sifatlimi, sifatsizligini bilishingiz uchun 2 oy sinov muddati. Xalqimizda ko'ngli xotirjam bo'lish uchun. Ava, endi mendi Azerbayjonda o'zim nima deydi, talon chiqarib ko'pman. Misol uchun xolodilnik oldilar. O'zini 3 yil garantiyasini bosib berdim. Undan tashqari, misol uchun narsang yaxshimi, yomonmi, do'konchi reklama sotadi misol uchun. Uyina borgandan keyin biladi xalqimiz, ishlatib ko'rgandan keyin, o'zi realniy kir mashinani kir yuvib ko'rgandan keyin, xolodilnik ichida mahsulot qo'yib ko'rgandan keyin, televizorni uyida yotib ko'rgandan keyin biladi xalqimiz. Agar shu narsa misol uchun yaxshimi, yomonmi deganlar uchun ibara sinov muddati bosib beriladi. Agar 2 oy mobaynida shu narsangiz ko'nglingizga chiqmasa, nima deydi? Biz aytgandek bo'lmasa, biza almashab beramiz. Bu narsaga biza 100% talon yozib beramiz. Bu til xatning gap bo'ladi. Shuning uchun bu narsani hech bir do'konchini qo'lidan kelmaydi. Biza narsamizga ishonganimizdan keyin siza eng zo'rini ravo ko'rganimiz uchun bu narsaga pechat bosib, sizning ko'nglingiz xotirjamligi uchun bosib beriladi. Shuning uchun bemalol lider magaziniga borsam bo'lam ekan, ishonchli ekan, axir real taklif-ku bu narsalar. Desanglar, bu narsa nima deydi? Bemalol kelsanglar bo'ladi, aytganimdek aytilgan darajadan ham zo'r, xudo xolasa. Shundan bizani izlab keladigan bo'lsanglar, hech kimni xafa etmaymiz. Men va'da beraman, xudo xolasa. Shuning uchun bemalol shu ishimizni yana bu adresimizga adashmay kelsanglar bo'ldi. Ko'pchilik keladidan umuman boshqa magazinlarga kiradilar. Vahobjon bormi desa, "Va, Vahobjon bor. Hozir ko'chaga chiqib ketadi. Va, u podvalda yurtdi, yo, uchak ustida yurtdi" deydilar. Va, dum ko'pini aytib turgan narsa. Shuning uchun men o'zim xudo xolasa shu yerda bo'laman. Bemalol telefon nomerlarimni ham qo'yaman. Bizlar bilan bog'lanib, telefonlashib kelsanglar, xudo xolasa hammangizni quvontirib beramiz. Endi televizor
hakkında azırak ma'lumot berik. Televizor ham oladi Alloh gel. Ava, bu tarafdan televizorlarimizdan har xil turi bor. Endi bu yerda televizorning razmeriga qarab, televizorning razmeriga qarab, televizorning sifatına qarab narx o'zgaradi. Misol uchun ko'pchilik keladigan eng arzon televizoringizni ber dedi. Misol uchun eng arzon televizoringizni ber dedi. Endi u ham tushunsa bo'ladi, xalqimizga pulini tejijak bo'ladi, lekin xalqim bir narsadan sizlar so'rab qoladi. Eng arzonni bersa, aytib sotaversak bo'ladi, lekin ertaga o'zingiz qislik qazalar. Arzondan arzon narsa ko'p. Juda arzon narsalar bor. Hozir aytib sotamiz desak, juda arzon narsalar bor, lekin ertang noqtidi narsangiz ham sifatsiz bo'lib qoladi. Klient qochadi. Bizada to'g'risi qo'ldan kelgancha eng yaxshi narsani aytib qo'yganmiz. Biza shuning uchun ham qo'rqmay garantiya beramiz. 2 oy ichida yaxshi chiqmasa biz almashab beramiz deb. Sizga eng sifatsiz narsani bersak-da 2 oy ichida yaxshi chiqmasa almashab beramiz desak, biza 100% hammaning narsasini almashab berishimizda to'g'ri gap qoladi. Shuning uchun biza sizlarga kelsanglar eng zo'rini tavsiya qilamiz. Yana aytganimdek 2 oy sinov muddatlari 3 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Endi qaranglar, narxni o'tamiz. Narxlar 50, 55, 65, 75, 85, 100 düm. Xalagan razmeringizdan bor. Xalagan uyingiz razmeriga tushadigan hamma turidan bor. Endi 50 düymlik televizoringiz narxlarini eshitinglar. Arzonlari 3 milyon 800, 4 milyon so'm bo'lar edi. Hozirgi kunda narxini alasa 3 milyon 100 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. 50 düymlik televizoringiz. narxlar, ha, yaxshi tashab. Pochta 43 lik razmerlar. Hali bo'lgani yo'q ağa. Hali bo'lgani yo'q. Hali narxdan keyin hali podarkisi bor. Haytligi bor xalqimizdan. Endi qaranglar. 50'likimizde keyingi narxi 3 milyon 800 ming so'm, 3 milyon 700 ming so'm, 3 milyon 600 ming so'm, 4 milyon 500 ming so'm, bir de 6,5 milyon so'mlik model ham bor. Samsung'ning original modellarini so'rab bilganlar uchun. 55'liklarimizda narxlar, ya'ni 1.40 bo'ladi mushtan-musha. Narxlari 6,5-7 milyon emas. Narxini 4 milyon 100 ming so'm aytib beramiz 55'liklarni. 55'lik LG so'raganlar nano modeli. Narxlarni Liboydan ko'rib narxlari 7,5 milyon 8 milyon so'm sotib o'tiribdilar. Biz yana magazinimizdan kelib 6 milyon 200 ming so'm olib turib, yanında shunchalik podarkisam ba'zi ko'rsataman. Hoffman kompaniyamiz narxlari alasa 4 milyon 200 ming so'mdan. 65'liklarimiz ham narxlari 5 milyon 800 dan ta 6,5, 7, 8, 12, 13 milyon so'm deyim bor 65'lik televizoringizni. Endi qaranglar, 50'lik, 55'lik, 65'lik fark yo'q. Liboy versiyondan xarid etsanglar, Ajoyibondan Beston kompaniyasining bir dana mikronovkasi, zo'rinlar, bir dana Samsung'ning pilisosi, Ajoyibondan bir dana Nержавейки mont qozoni, bir dana lag'mon topasi, bir dana termopoti, grafin nabori, chopperi, chayniki, bir dana feni, krashteni, barabondan sovg'asi, jentraga bileti, dastavki uстановkasi hammasi ichida bo'ladi. Endi berrak keling. Zo'rindan eng arzonidan Liboyerdan siz arzon televizor oldingiz. Bizdan eng sifatlidan Liboyerdan arzon oldingiz. Bu o'zingiz xursand bo'ldingiz bu narsadan. Endi eldimiz hayitku. Siz hali xursand etadigan odamlaringiz ko'p. Kisangizga javr bo'lmaslik uchun bizdan bir dana televizor olasiz. Bizdan bir dana televizorning yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barabondan ham 10 sovg'azni olasiz. 10 dana sovg'adan bir dana televizor 10 dana sovg'a olib turib, hayit bayramida 10 dana yakingizni xursand etsangiz bo'ladi. Ina bu podarkani xalang o'zingiz uyingizda ishlating, xalasangiz 10 dana yakingizni hayitlik berib turib podarka etsangiz bo'ladi, xudo xolasa 10 dana yakingizni. Singil hammasini xursand qiladi. Hammasini. Молодец. Endi bu tarafda 43 televizorlarimiz bor, kichkina. Ularni ham bir ko'rsatib o'taylik. Ag'a 1 milyon 500 ming so'mdan 43 televizorlarimiz. Endi bular arzonlab ketgandek, bularni hech kim xolamay qo'yadi. Bular ham shundingda hozir aytib turibman-ku. Bular mendek bo'ldi ag'a. 32'lik televizorlarning o'rnina bular tushdi. Bularning o'rnina 50-55'liklar tushdi endi. Hozir hamma 50-55'lik olib turibdi. 32'lik televizor oladigan odamlar bu narsani olib turibdi. Chunki narxlar zo'r tashab turibdi. Endi qarang, 1,5 million so'mlik, 1 million 900 ming so'm, 2 million 200 ming so'm, 2 million 300 ming so'm, 2 million 400 ming so'm har xil turi bor. Bir dana 43'lik televizor olsalar ham yanında pilisos обязательно beriladi. Bir dana lag'mon tapasi, termopoti, chopper, chaynik, feni. Endi qaranglar, yaxshi bu narsalaring menda bor, sendan olib bo'ldim. Menga 43'lik televizor olsang bo'ldi. Endi men yanına boshqa narsa kerak deganlari, xohlasanglar bir dana kir mashina olasalar, yanında bir dana. Xohlasanglar 1,5 million so'm voucher beraman, 1,5 million so'm o'zingiz istalgan narsa oling. Xohlasangiz yana bir televizor oling. Xohlasangiz boshqa narsa oling, yanında 1,5 million so'mlik voucher bo'ladi. Xohlagan bir televizorni olsangiz. Hozir shunda 1 million 900 mingni oldi. 1,5 million so'm bo'ldi. Berding sen. Shunday bo'ladi. 1,5 million so'mlik narsa xohlagan vajan olib turadilar. Misol uchun 1,5 million so'mlik yana katta mikronovkalarimiz bor. Mikronovka. Ava, misol uchun bo'lmasa mikronovkani arzonroqini olib turib, yanına bir dana pilisos ham olib biladi. Shunday bo'ladi. Xohlasanglar bir dana mikronovka bilan bir dana duxovka pechi kerakmi uyingizga? Pilisosning eng qimmatini olajakmisiz? O'zingiz bilasiz, yanında 1,5 million so'mlik narsani mutlaq tekina beriladi. 400 ming so'm televizor olsangiz, sizga 1,5 millionlik voucher berishadi. Endi bu tarafda qaranglar, 32'liklarimiz ham narxlari endi to'g'risi
800 ming so'mdan ta 1,5 million so'mga 32 lik televizor. Bu narsani to'g'ri savdosidan to'xtab qoldi. Chunki aytganimdek, narxlar tashandan keyin bu narsani olib turibdilar xalqimiz. Bu yerda kir mashinlarimiz ham bor. Kir mashinlarimiz ham 900 ming so'mdan ta 2 million so'mga deyim bor. Bu kir mashinamiz ham yanında ütki sushilkasi podarkisi bor. Endi pilisos pechkalarimiz ham ozgina hammasi podarki bo'lib yotdi, lekin bularimiz ham xohlasanglar har xil variantda bor. 400 ming so'mdan 2,5 million so'mga deb pilisosimiz bor. Yaxshilari, zo'rlari. Avam, pechka pilisos mikronovkalarimiz ham narxlari 400 ming so'mdan 1,5 million so'mga deb pechka mikronovkalarimiz ham bor. Bir dana pechka olamilar, bir dana pilisos olamilar, farqi yo'q. Gentra обязательно bileti bo'ladi. Barabandan обязательно podarkisi bo'ladi. Hali barabandan ham o'tib ketasizlar, oshir ham. Barabanni aylantirib, barabandan chalam televizor ham tutib turibdi. Xullas, menimcha nima deydi, ovozlarim ham chiqmay qoldi. Xalqim hammasini sizlar uchun qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat etdim. Agar bir nima deydi, video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Xudo xolasa bu aksiyamiz yana hayit munosabati bilan, Qur'on hayit munosabati bilan bo'lib turibdi. Mana shu 1-iyun kuni Xudo xolasa yana Gentra yutish imkoniyati bo'ladi. Nima deydi, ulgurib qolamiz. Bemalol kelsanglar, Xudo xolasa sizlarga bir dana Gentradan tashqari shunchalik sovg'alarni hammasi sizlar uchun bo'lib turibdi. Hammangizni Lider magazinida kutib qolamiz. Yani aytganimdek, bizning adresimiz 4 Buyum bozorning ichida. Adashmay keladigan bo'lsanglar, men Odil Vahobjon hammangizni chin dildan kutib olaman, Xudo xolasa. Telefon qilib, ayniqsa telefon qilib keladi. To'g'rimi? Shunday, ava. Telefon qilib kelasizlar, bemalol adashmaysizlar. Alayhissalom, rahmat. Yana Xudo xolasa salomat bo'ling. Yana bir narsa diyecekman. Bu video bayram munosabati ekan, bayramda ekan deb keyin ko'rasizlar bu videoni balkim. Bundan keyin ko'rgan bo'lsangiz, balki undan ham zo'rnalar bo'lib turgan chiqadi. Chunki o'tgan safar ana kichkina televizorlar biza 1,5 million sotib turgan bo'lsa, bahasi shunday edi. Bergi 43 likka shunday bo'lib qoldi. Yana sizlarga 400 ming so'm tushadi, podarkalar bilan bo'lib turibdi. Bu videoning davomi bor, chiqaramiz. Agar uni keyin ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, bir oydan keyin, yana bir oydan keyin navla qo'yib tashlagan bo'lishi mumkin, bilmayman. Kelaverasizlar shuncha liderda imkoniyat ko'p. Bilasizlar, men passion lider reklama qilaman. Ana qisneler damazla verdik, sparkla verdik, törtlep, endi Gentraga geldik ezik. Xudo xolasa baqasan qanday mashin qo'ysalar yozib ketasizlar, qo'ysinlar bular. Captiva qo'ysinmi, ha? Elektromobil qo'ysinmi? Xudo xolasa undan daha yuqori qarab ketamiz, aga pesa ketish yo'q. Pesa ketish yo'q. Haqiqatda shunday bo'lib turibdi. Damaz ham bo'ldi, Spark ham bo'ldi, hammasi berildi. O'zigalarga törtlep bir ishlab topshirildi. Endi Gentraga gapdik ezik. Yomon emas endi bu yoqda, to'g'rimi? Ya Cobalt qo'yaylikmi, ya Cobalt? Cobalt qo'yamiz, aga, kerak bo'lsa Malibu qo'yamiz, aga. Nasip chiroyli kommentarlarni yozaman, halaman, ko'raman, kuzataman shu videolarni biri liderga gaplatganim, hammasi zo'r kommentariya bo'ladi. Haqiqatdan xalq rozi qilib tursa, shuni qilib tursa zo'r kommentariya bo'ladi. Yurtdoshlar, sizlar uchun kommentariya shouning zo'rini qo'yib beraman. Aktivni yoqib beramiz. Qaranglar, sizlar uchun 3 dana pilisos, 3 dana so'quvchi markani mutlaq tekina kommentariya shou qo'yib beraman. Shartlari juda ongzod. Shu videomizga like bosasiz, ko'proq kommentariya yozib, videoni yaqinlazda 10 dana qizni berib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videoda shu 3 dana so'quvchi marka, 3 dana pilisosni egasi bo'lishingiz mumkin. Hammangizga omad. Nishatish kerak, sizga bir dana like, chiroyli kommentariya yozib tashanglar do'ldirib. Do'ldirib tashanglar, oyamanglar. Ina tekin o'ynaymiz, keyingi o'sha tutamiz, siz chiqsangiz 6 dan odamga beriladi.